Qalblari, yuraklari chiqib ketay deb qoladi. Ko'zlari ola chakman bo'lib ketadi. Bu kunda ularning yuzlarini chang to'zon bosadi. Yuzlari qardab ketadi. Ular kimlar? Qiyomat kuni hisob maydonida quyosh beshimizga yiqilishib, mingimiz qaynagan, usuzlikdan dillarimiz chanqagan, chiliq-chiliq tagi g'arq bo'lgan kofirlar, ey Alloh, bizni do'zaxga tashlab bo'lsa-mu, bu azobdan qutuldirgin deb Allohga yalvurgan, Allohning arshisining soyasidan boshqa hech qanday soya bo'lmagan u dahshatli kunda Alloh taolo mu'minlar ichidan bir qancha turli kishilarni o'zining arshisining soyasida soyidildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom u kishilarni hadisida bayon qilib, sab'atun yuzilluhumullohu fi zilli arshihi yawma la zilla illa zillu. 7 turli kishilar bor. Bu 7 turli kishilarni Alloh taolo o'zining arshisining soyasidan boshqa hech qanday soya bo'lmagan kunda soyida tudu deydi. O 7 turli kishilarning birinchisi bo'lsa adil rahbar. Ya'ni adil imom, adil yo'lboshchi. Ya'ni ish harakatlarida adil, ya'ni boshqalarga zulm qilmaydigan, so'zda adil, ya'ni qilgan gapiga ega bo'ladigan, o'zi qila olmaydigan ishni demaydigan, kishilarga adil muomala qila oladigan adil rahbar. Ana shu Allohning arshisining soyasidan boshqa hech qanday soya bo'lmagan kunda u soyada soydashga muyassar bo'ladi. Ikkinchisi, kichikdan boshlab Allohga ibodat qilib o'sgan yosh. Ya'ni yoshlik bahorini zayo qilmay, o'zining havoy havasiga ergashmay, Allohning cheklamasini birinchi o'rinda qo'yib, o'zining yoshlik bahorini Allohga itoat va ibodat ichida o'tkazgan yosh ana shu dahshatli kunda Allohning arshisining soyasida soydashga muyassar bo'ladi. Uchinchisi, qalbi masjidga bog'langan kishi. Ya'ni imkoni yer bersalar har namozni masjidda o'qiydigan, masjiddan chiqsalar masjidga kirgisi kelib turadigan, shundaqla masjidning xizmatlariga aktiv qatnashadigan, shundaq qalbi masjidga bog'langan kishi ana shu dahshatli kunda Allohning arshisining soyasida soydashga muyassar bo'ladi. To'rtinchisi, Alloh yo'lida birsi-birini yaxshi ko'rishgan kishi. Har qanday bir odamning yana bir odamni yaxshi ko'rishi, do'stlashishi ma'lum bir sabab tufayli bo'ladi. Ya iqtisodiy sabab tufayli bo'ladi, ya mansab tufayli bo'ladi, yoki jamiyatdagi obrazi tufayli bo'ladi. Ish qilib ma'lum bir manfaatga bog'langan bo'ladi. Agar qanday bir kishiningki yana bir odamni yaxshi ko'rishi yoki uning bilan do'stlashishi Alloh rozi bo'ladigan ma'lum bir ish bo'lsa, u odam Allohning arshisining soyasida soydashga muyassar bo'ladi. Ya'ni bir odam yana bir odamni axloqining go'zal bo'lganligi yoki Allohdan qo'rqqanlik uchun men mushu odam bilan do'stlashay, men mushu odamni yaxshi ko'ray, mushu odam bilan yaqin o'tay deb u odam bilan do'stlashgan bo'lsa, shundaqla birisi-birini yaxshi ko'rishgan bo'lsa, bu turiga kiradi. Shundaqla bir odam yana bir odam bilan Allohni deb ayrilgan bo'lsa, ya'ni Alloh rozi bo'lmaydigan ma'lum bir sabablik tufayli bir odamdan ayrilgan bo'lsa, undan keyin u odam yolg'iz qolgan bo'lsa-mu, u odamning mushu turining ichiga kiradi. Ya'ni u odamda Alloh rozi bo'lmaydigan bir axloqni ko'rgan bo'lsa, uni tuzatmagan bo'lsa, yoki Alloh rozi bo'lmaydigan ma'lum bir fikrni ko'rgan bo'lsa, ya'ni u do'sti davomli musulmonlarni o'chkirib, musulmonlarni ayblagan bo'lsa, uning qarshisida davomli kofirlarni cho'ng ko'rib, kofirlarni hurmatlagan bo'lsa, uningga nasihat qilib, uni tuzatmagan bo'lsa, men bu odam bilan do'stlasam bo'lmaydi ekan. Chunki bu odamda Alloh yaxshi ko'rmaydigan mundaq bir axloq bor ekan, yoki boshqalarning haqqidan qo'rqmaydi ekan, yoki bu odam davomli musulmonlarning yomon gapini qildi ekan deb u odamdan ayrilib ketgan bo'lsa, bu odamga o'xshashlar Allohning arshisining soyasida soydashga muyassar bo'ladi. Beshinchisi, go'zal va mansabdor bir ayol yomon ishga chaqirgan vaqtida o'zini tata olgan kishi u kunda Allohning arshisining soyasida soydashga muyassar bo'ladi. Ya'ni imkoni bo'lmaganda emas, haqiqiy imkoni to'shqanda, Allohdan boshqa hech kim ko'rmaganda, u yomon ishni qilsa, hech kimning xabar bo'lmaydigan mushundaq vaqtda faqat Allohdan qo'rqib, bu ishni o'zini tassa, bu kishi ana shu dahshatli kunda Allohning arshisining soyasida soydashga muyassar bo'ladi. Oltinchisi, Alloh yo'lida o'ng qo'li qilgan sadiqani so'l qo'li bilmaydigan darajada maxfiy xayr ihson qilgan kishi. Bugun kunimizda bir odam xayr ihson qilsa, qilgan xayr ihsoni bilan har yili maqtanadigan, nega bo'lsa uni so'zlaydigan, shundaqla xayr ihson tashviqotning o'zining jamiyatdagi obrazini ko'tarishning vositasiga aylanib qoldi. Bundaq sadiqa va xayr ihsonning qiyomat kuni hech qanday foydasi bo'lmaydi. Aksicha bu riyo, ya'ni Allohga shirk qo'shish. Bizni qiyomat kunining dahshatidan qutuldiradigan sadiqa bo'lsa, Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan sadiqa. Shuning uchun Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan yomonliklarimiz, gunohlarimiz bo'lgandek, Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan yaxshiliklarimiz, sadiqalarimiz bo'lsin. 7-si, yolg'iz yerda, ya'ni Allohdan boshqa hech kim ko'rmaydigan yolg'iz yerda Allohdan qo'rqib, ko'z yosh qilgan, yosh to'kkan kishi qiyomat kuni Allohning arshisining soyasida soydashga muyassar bo'ladi. Uningdan boshqa qarzdorga muhlatini uzartib berganda va yoki imkoni bo'lsa, qarzini afu qilayotgan odam qiyomat kuni Allohning arshisining soyasida soydashga muyassar bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allohu yawmal qiyamah yawma la zilla illa zilluh.
qandaq bir odam qarzdorga muhlatini uzartib bersa yoki uni afu qilaversa, qiyomat kuni Allohning arsidan boshqa hech qandaq soy bo'lmagan kunda u odamni o'zining arsining soyisida soyda tutadi deydi. Mana bu 8 turlik kishi qiyomat kuni hech qandaq soy bo'lmagan kunda Allohning arsining soyisida soydashga muyassar bo'ladi. Uningdan boshqa bir mu'minning qiyinchiligini hal qilib bergan, hojatini ravo qilgan kishimi qiyomatning dahshatidan, qiyomatning issiqidan, qiyomatning ussizligidan qutuldiriladi. Payg'ambar alayhissalom hadisda: "Men nafasa an mu'minin karbatan min kurabid dunya, nafasallohu anhu karbatan min kurabi yawmil qiyamah." Qandaq bir odam bir mu'minning dunyodagi qiyinchiliklardan biror qiyinchiligini hal qilib bersa, hojatini ravo qilsa, Alloh taolo u odamdan qiyomatning qiyinchiliklaridan bir qiyinchilikni hal qilib beradi, ko'tarib o'tadi deydi. Ilgirki darsimizda degandek, Alloh taolo hashr maydoniga, ya'ni hisob maydoniga bütün kishilarni anadan to'g'mi holda yalang'och to'playdi. Ondan keyin Alloh taolo tunji qatim İbrahim alayhissalomga kiyim kiydirdi. Undan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga kiyim kiydirdi. Ondan keyin boshqa payg'ambarlar va bütün insonlarga kiyim kiydirdi. Ondan keyin har bir xalq, har bir ummat o'zining payg'ambarining keyniga to'plandi. Ba'zi payg'ambarlarning keyniga bir odam ergashadi. Yana ba'zi payg'ambarlarning keyniga 3 odam, yana ba'zi payg'ambarlarning keyniga 5 odam, yana ba'zi payg'ambarlarning keyniga 10 odam, yana ba'zi payg'ambarlarning keyinida hech qanday odam bo'lmaydi. Ya'ni o'zi yolg'iz holda to'plandi. Ya'ni u payg'ambarlar Allohdan haqiqatni elib kelgan vaqtida uning gapiga yer yuzida hech kim ishonmagan, hech kim iymon etmagan. Ana shunday payg'ambarlar qiyomat kuni keyinda hech qanday ergashkuchisi yo'q, yolg'iz holda ularning yolg'izligi o'ziga hech qanday ziyon keltirmaydi. Ya'ni haqiqat bo'lsa-mu, ilgirgi tarixda unga hech qanday odam ergashmagan payg'ambarlar bor. Demak, ma'lum bir fikrga ko'p sonli kishilarning ergashganligi, ya'ni ma'lum bir fikrga hech qanday kishining ergashmaganligi, ergashmagan fikrning batil, ko'p kishilar ergashgan fikrning haqiqat ekanligini bildirmaydi. Ana shu hashr maydonida hech qanday ergashkuchisi yo'q payg'ambarlarmi bo'ladi. Ammo ergashkuchisi eng ko'p payg'ambar bo'lsa, bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bo'ladi. Kishilarning hammasi o'zining payg'ambarining keyniga to'planib bo'lgandan keyin vaji'a yawma idin bi jahannam. Bütün kishilarning ko'rishi uchun jahannam keltiriladi. Jahannamni ko'rgan kishilar dunyoda qilgan ishlarni eslashga boshlaydi. Voy es, asli dunyo butunlay oxirat uchun ishlaydigan ekan. Asli hayot bu yerda ekan. Ya laytani qaddamtu li hayati. Kashki hayotim uchun yaxshilarni qilib olsam bo'ptikan deydi. Yani hayatım üçün deydi. O kıyamet günü ölgenden keyin hisob maydonida hayotim üçün deydi. Yani dünyadaki hayatning haqiqiy hayot emas ekanligini shu vaqtda tunib yetdi. Tataqallabu fihi al-qulub wal-absar. U vaqtda kafirlarning qalblari, yuraklari chiqib ketay deb qoladi. Ko'zlari ola chakman bo'lib ketadi. Kafirlar, gunohkorlar dunyoda o'zini gunohga boshlagan, shunaqla ozdirgan kishilarni eslab, shu kishilarni bir keltirib bersang, ularni bir dassak, ulardan bir hisobimizni olsak, qisosimizni olsak deb nayt qattiq pushaymon qiladi. Alloh taolo bu ahvolni sifatlab Qur'on Karimda Robbana arinallazayni adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ey Allah, inson va jinlardan, ya'ni shayton bo'lsin, inson bo'lsin, bizni ozdirgan kishilarni bir hozir qilib bersang, bir akab bersang, ularni bir dessak, ulardan bir achchiqimizni chiqarib olsak deydi. Yani o vaqtda dunyoda qilgan gunohlarning hammasiga nəhayət qattiq pushaymon qilganlikdan bahona izlab bizni ozdirgan shaytonni, bizni ozdirgan kishilarni bir akab bersa, uningdan achchiqimizni bir chiqarib olsak deb mushundoq Allohga yolvoradi. Qiyomat maydonida ma'lum kishilarning yuzlari qordab ketadi. Yuzlari chang tuzam bosadi. Alloh taolo Qur'on Karimda vujuhu yawmaydin alayha ghabara tarhaquha qatara. U kunda ularning yuzlarini chang tuzam bosadi. Yuzlari qordab ketadi. Ular kimlar? Ulaika humul kafaratul fajara. Ular bo'z kafirlar va fojirlar. Gunohkorlar, osiylar, o'zini musulmon deb turib gunohdan yanmaydiganlar, Allohning buyurgan ishlarni qilmaydigan kishilar. Qiyomat maydonida bu dahshatli vaqt uzargan sari kishilar nəhayət qiynalib ketadi. Kishilar odam atimizga yolvorishga boshlaydi. Ey Adem, Allah Taala seni öz qo'lidan tunji qatim yaratgan. Allohga bir duo qilsa, bizdan bu azobni bir ko'tarversa deydi. Adem alayhissalom, mening Allohga duo qilgudak yuzim yo'q. Mening Allohga vositachilik qilgudak, ya'ni shafaat qilgudak yuzim yo'q. Chunki men Alloh Taala cheklagan daraxtni yeb sog'an. Sizlar Nuhning qishqa beringlar deydi. Ondan keyin kishilar Nuh alayhissalomdan yordam talab qiladi. Yani Allohga vositachilik qilib, shafaat qilishni talab qiladi. Nuh alayhissalomni o'zini qo'ydi. Shunday qilib kishilar bütün payg'ambarlardan yordam so'rab chiqadi. Oxirida Isa alayhissalomning qishqa kelib to'xtaydi. Isa alayhissalom: "İzhabu ila Muhammad." Muhammadning qishqa beringlar deydi.
Ondan keyin kishilar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qishig'i berib, Muhammad, sen oxirgi payg'ambar. G'afarallohu laka ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar. Alloh sening ilgirki va keyingi gunohlaring hammasini kechirib o'tgan. Allohga bir duo qilsang, bizga bir shafaat qilsang, ya'ni vasitchilik qilsang, Alloh taolo bizni bu azobni ko'tarib o'tsa deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allohga hech qachon qilib boqmagan shaklda durud va hamdu sano aytadi. Nayt qattiq yolvorib duo qiladi. Bu vaqtda Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga shafaat qilishga ruxsat qilib, uning va'da qilgan maqom Mahmudni beradi. Ya'ni maqom Mahmudga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom maqom Mahmudga, ya'ni Allohning arshisining qashidagi maqom Mahmudga chiqadi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga: "Ey Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma, sal tu'ta, ishfa' tushaffa." Ey Muhammad, beshingni ko'tar, so'zla, Alloh so'zingni anglaydi. So, Alloh nim so'sang beradi. Shafaatchi bo'l, Alloh taolo seni shafaatchi qiladi deydi. Shuning bilan mehribon payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Alloh taoladan hozirgi azobni kishilarni ko'tarib o'tishini talab qiladi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning shafaati bilan kofir, musulmon, munofiq butun insoniyatdan qiyomatning dahshatini, azobini ko'taradi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning tunji shafaatiga musulmon, kofir, munofiq hamma insoniyat erishadi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom butun insoniyatga rahmat qilib avatilgan payg'ambar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allohga ikkinchi qatim duo qiladi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ummatidan 70 ming kishini hisobsiz jannatga kirish ruxsatini beradi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga shafaat qilish uchun chuqum Allohning ruxsat berishi shart. Agar Alloh ruxsat bermasa, hech kim shafaat qila olmaydi. Shunday qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ikkinchi shafaati bilan ummatidan 70 ming kishi hisobsiz, ya'ni hisobga tortilmasdan jannatga kirishga muyassar bo'ladi. Bu 70 ming kishi kim? Sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan bu 70 ming kishining kim ekanligi, qanday qilgan vaqtida u hisobsiz jannatga kiradigan 70 ming kishilarning qatoridan bo'g'ilib bo'lganligini so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularning sifatini bayon qilib, "Humul ladina la yatatayyarun va la yastarqun va la yaktaun va ala robbihim yatawakkalun." Ular shumpalamaydi. Ya'ni har qanday bo'lgan ishlardan unda ulamiki, bunda qo'g'idek deb shumpalamaydi. Ya'ni o'zining iymoniga, o'zining e'tiqodiga hech qanday shirk aralashtirmagan. Wala yastarqun. Kasallab qolsa ruqu yo'qib qo'yishni talab qilmaydi. Va shundaqlar dog'monlanib davolanmaydi. Va shundaqlar o'zining Robbiga tavakkul qiladi deydi. Ya'ni bu hadisda ruqu qilish xato demakchi emas. Faqat sabablarni qilish bilan birga Allohga to'liq tavakkul qiladi deydi. Ya'ni haqiqiy shaklda Allohga to'liq tavakkul qila olgan kishi ana shu 70 ming kishining qatoridan bo'lalaydi. Ondan keyin Alloh taolo hisob maydonidagi kishilardan hisob elishga boshlaydi. Hisob qanday shaklda elinadi? Kofirlar qanday hisob beradi? Mu'minlar qanday hisob beriladi? Hisobning shakli qanday bo'ladi? Bu haqda kitoblar qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.